بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alloh subhanahu va taoloning Asmaul Husno go'zal ismlari silsilasidan navbatdagi darsimiz. Bugun ana shu go'zal ismlardan Al-Aziz ismini dars qilgan bo'lamiz. Alloh taolo Al-Aziz bo'lgan zot. Qur'oni Karimda yuzlagan oyatlarda Alloh taoloning mana shu ismi zikr qilingan. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ham ko'pgina hadislarida bu ism aytilgan. Qur'onda ana shu ism haqida shunday deyiladi. Astaizu billah. Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir. Hashr surasi. U Alloh shunday zotki, hech qanday iloh yo'q, faqat uning o'zi bor. U yolg'iz podshohdir. Har qanday ayb nuqsondan pok salomatdir. Omon qilguvchidir, ko'rib kuzatuvchidir, qudrat sohibidir. Al-Aziz, qudrat sohibi. Qur'oni Karimda Alloh taoloning Al-Aziz ismi boshqa ismlar bilan birga zikr qilingan. Al-Azizul Hakim, qudrat va hikmat sohibi. Al-Azizul Alim, qudratli va bilguvchi zot. Al-Azizul Hamid, qudratli va maqtov egasi. Al-Azizur Rahim, qudratli, mehribon. Al-Azizul Wahhab, qudratli va saxovatli. Al-Qawiyul Aziz, haqiqiy kuch-qudrat egasi. Azizun zuntiqom, qudrat va intiqom sohibi. Mana aytdik, Al-Aziz ismi Alloh taoloning Qur'onda yuzlagan o'rinlarda, yuzlagan oyatlarda zikr qilingan. Mana endi bu ismni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida zikr qilinishi. Mana ba'zi ismlar bor, Alloh taoloning go'zal ismlaridan Qur'onda zikr qilinmagan. Payg'ambarimizning hadislarida. Masalan, Al-Hannan, Al-Mannan ismi. Qur'onda yo'q, lekin payg'ambarimizning hadislarida bor. Ammo Al-Aziz ismi ham oyatda, ham hadisda zikr qilingan. Oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shunday deb duo qilganlariga rivoyat qilinadi. La ilaha illallohul vahidul qahhar, robbus samawati val ardi va ma baynahumal azizul g'affar. Mana azizul g'affar. Gunohlarni kechirguvchi, qudrat sohibi, al-azizul g'affar. Mana endi bizni tilimizda aziz degan so'z hurmatli, e'tiborli, martabasi baland degan ma'nolarda tushunamiz. Bu aziz odam o'zini qavmi uchun deganda mana shu ma'noda tushunamiz. Endi Alloh taoloni Al-Aziz deganda qanaqa ma'nolar chiqadi? Masalan, bir sifat bor, insonni zotida aytilsa, bu nuqson bo'ladi, ayb bo'ladi. Lekin shu sifat Allohni zot haqida aytilsa, bu martaba bo'ladi, ulug'lik bo'ladi. Masalan, mutakabbir. Insonga nisbatan ishlatsangiz, bu ayb bu. Lekin Alloh taoloni mutakabbir deganimizda bu fazilat bo'ladi. Tushunarlimi? Xuddi shunga o'xshagandek, aziz degan sifatni, aziz degan ismni Allohga qo'llaganimizda bir ma'no, bandalarga qo'llaganimizda yana bir ma'no bo'ladi. Al-Aziz ismining ma'nolaridan. Birinchi ma'nosi Al-Aziz degani g'olib degani. G'olib. Va inna jundana lahumul g'olibun deydi Alloh taolo Saffot surasida. Va shak shubhasiz bizning qo'shinimiz g'olib bo'lguvchidir. Shak shubhasiz bizning qo'shinimiz g'olib bo'lguvchidirlar. Allohning qo'shini kim? Payg'ambarlar va ularga iymon keltirgan zotlar. Payg'ambar va ularga iymon keltirganlar Allohning qo'shini bo'ladi va ular doim g'olib bo'ladi. Endi siz bilan biz musulmon sifatida o'zimizni
Allohning askari ekanligimizni yuzaga chiqaradigan bo'lsak, albatta g'olib bo'lamiz. Qaytaraman. Musulmon sifatida o'zimizni Allohning qo'shini ekanligimizni yuzaga chiqarsak, albatta g'olib bo'lamiz. Sen birodar mo'min sifatida Allohning qo'shini bo'lib turib, mag'lub bo'lishing mumkin emas. G'olib bo'lmasliging mumkin emas. Misol, Fir'avnning qizini sartaroshi. Fir'avnning qizi uni sartaroshi bor. Bu muslima edi. Musa alayhissalomga iymon keltirgan muslima edi. Fir'avn men xudoman degan odam edi. Ana shu qizini sochini tarayatib Fir'avnni to'liq qo'lidan tarog'i tushib ketdi. "Ya Alloh" devordi. Fir'avnning qizi eshitib turib, seni hali meni otamdan boshqa ilohing bormi?" deb turib otasiga aytib qo'ydi. Qissani bilasizlar. 4 ta 5 ta bolasini qozonga solib kuydirib yubordi. O'zini ham qatl qildi Fir'avn. Xo'p, Fir'avn g'olib bo'ldimi? Fir'avn g'olib bo'ldi odamlarning o'lchovi bilan qaralganda. Chunki bu ayolni qatl qildi bolalari bilan. Hukmini qahr bilan o'tkazdi unga. Lekin oqibat nima bo'ldi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Me'roj kechasida jannatga kirganlarida juda ham bir yoqimli, xushbo'y narsani hidini his qildilar jannatda. Bu nimani hidi deb Jabroil alayhisalomdan so'raganida boyaga ayolni aytdi. Demak, bu ayol payg'ambarga iymon keltirib, o'zini mo'minligini yuzaga chiqarib, Allohning qo'shini ekanligini isbotladi. Garchi dunyoda qatl qilinib, odamlarning ko'zida mag'lub bo'ldi deyilsa ham, kim yutdi? Mana shu ayol yutdi. Shuning uchun qaytarib aytamiz, musulmon sifatida birodar, o'zingni Allohning askari ekanligini yuzaga chiqarsang, albatta g'olib bo'lasan. Alloh taolo aytadi: "In tansurulloha yansurkum." Agar sizlar mo'minlar Allohga yordam bersanglar, Alloh ham sizlarga yordam beradi. Biz Allohga yordam bera olmaymiz. Alloh taolo birodar yordamiga muhtoj emas. Alloh hech narsaga muhtoj emas. Allohga yordam berish degani Allohning diniga yordam berish degani. Iymonda, taqvoda, solih amalda mustahkam tur, dinga ansor bo'l, yordamchi bo'l, Allohdan albatta nusratni olasan. Shak shubhasiz bizning qo'shinimiz g'olib bo'lguvchidirlar. Musulmon odam doim g'olib bo'lgan, al-aziz bo'lgan Alloh taolo bilan birga bo'lishligi kerak. Agar biz mana hozirgi kunda musulmonlar musulmon bo'lib turib g'olib emas ekanmizmi? Demak, ayb o'zimizda. Biz musulmonman deb turib g'olib emasmizmi? Ayb faqat o'zimizda. Ayb Allohga bo'lgan taqvoyimizda, qulchiligimizda, itoatimizda. Chunki Alloh taolo aytib qo'yibdi, shak shubhasiz meni qo'shinim g'olib bo'ladi deyapti. Men yordam beraman deyapti Alloh. Endi mana shunday va'dani egasi bo'lib turib siz bilan biz g'olib emasmizmi? Ayb faqat kimda? O'zimizda. Doim g'olib bo'lgan, al-aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lishlik haqiqiy yutuq va haqiqiy ulug'vorlik. Vayron qiladigan xato nima? Mag'lub taraf bilan birga bo'lib qolish. Allohdan boshqalar bilan birga bo'lib qolishlik bu katta xato bo'ladi. Agar sen al-aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, sen g'olibsan. Senga yordam beriladi. Agar al-aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, kim senga qarshi tura oladi? Agar Alloh senga qarshi bo'lsa-chi, kim senga yordam beradi, foyda bera oladi? Shuning uchun qoida, musulmon odamning quvvati, qudrati, kuchi Allohning manhajini amalga oshirishligida. Qanchalar kuchlisiz, qanchalar quvvatlisiz bilmoqchimisiz? Pulingizga qaramang, tanish-bilishingizga qaramang, bilagingizdagi quvvatga qaramang. Sizni mo'min sifatida quvvatingiz Allohning manhajini amalga oshirishingizga bog'liq. Ko'proq amalga oshiryapsizmi? Ko'proq taqvoda yuribsizmi? Demak siz kuchlisiz. Masalan, o'sha tijoratini bir yarmiga kuyib ketsa, sarmoyasini yarmiga kuyib ketsa yoki hammasiga kuyib ketsa, ayrim odamlar shart insult bo'lib qoladi. Shart infarkt bo'lib qoladi. Nimaga desa, quvvatli emas-da u, kuchli emas-da u.
u puliga suyanib kuchli his qilardi o'zini. Mansabiga, kursisiga suyanib turib o'zini kuchli his qilar edi. Endi mana shu kursi bilan mablag'i qo'lidagi dunyosi olib qo'yilganda holi qurib, iliga qaltirab infarkt bo'lib qolyapti-da. Agar mo'min Alloh bilan birgaligidan quvvat oladigan bo'lsa, Allohdan uni hech kim ajratib qo'ya olmaydi. Shuning uchun birodarlar, musulmon odam Allohning manhajini amalga oshirib borar ekan, quvvatli bo'laveradi. Mo'minning kuch-quvvati diniga qilayotgan amaliga bog'liq. Shuning uchun siz bilan biz din haqida qayg'urishimiz kerak emas. Bu dinni, Qur'onni, shariatni Alloh taolo nozil qildi, o'zi himoya qilib oladi. O'zi yordam beradi. Biz o'zimiz haqimizda g'am qilaylik. Ma'qulmi? Bir odam o'sha dunyo matohi katta bo'lsa qo'lida, biror bir mansabga ega bo'lsa yoki biror dunyo narsasini qo'lga kiritsa, o'zini quvvatli his qilishni boshlaydi. Demak, o'sha bilan quvvatli bo'ldimi? Demak, o'sha narsa ketganda quvvatsiz bo'lib qolaveradi. Xulosa, mo'minning kuch-quvvati Al-Aziz bo'lgan Allohning manhajini amalga oshirishda bo'ladi. Oshiring, quvvatli bo'la olasiz. Ha, nima deydi o'sha bir quvvatli mo'min? Dunyosini hammasi kuyib ketsa nima deydi? Hammasidan ajrab qolsa nima deydi? Ha, Alloh beruvdi, Alloh oldi. Alloh berganda sinagan edi. Olib ham sinayapti. Berib sinaganda chiroyli o'tdim imtihondan, endi olib sinayotganda ham chiroyli o'taman deydi. Ma'qulmi? Demak, mo'minning quvvati Allohga tavakkul qilishida, Allohga suyanishida, shariatga amal qilishida. Endi Alloh taoloning yordami, quvvati, qo'llashi qachon bo'ladi deyilsa, hozir aytdik, shariatga amal qilinganida. Orzu hayollar bilan, xom hayollar bilan ish bitmaydi. Bunaqa orzu hayolga, umidlarga ila suyanib olishlik bu hamoqatli odamlarning ishi. Alloh taolo aytadi Qur'onda, "Astagfiru billah, laysa bi amaniyikum va la amaniy ahlil kitob." Sizlarda ham xom hayolinglar emas, ahli kitoblarning xom hayollari ham emas. Man ya'mal su'an yujza bihi. Kim yomon amal qiladigan bo'lsa, albatta jazosini olur. Shuning uchun inson solih amalni qiladi, Allohning qo'llashiga ega bo'ladi. Solih amal qiladi, duolari ijobat bo'lishiga umid qiladi. Chunki birodarlar, biz Alloh taolodan kuch-quvvat so'rab duo qilsak-ku, shariatdan chiqib ketgan bo'lsak, topish tutishimizga harom aralashgan bo'lsa, mana shunday holatda duo qilsak, duoyimiz ijobat bo'lmaydi. Vaholanki, va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, ijobat qilaman degan Alloh. Endi duo qilsangiz ijobat bo'lmayaptimi? Ay faqat o'zingizda. Alloh duo qil, ijobat qilaman dedimi? Siz duo qildingiz, ijobat bo'lmayaptimi? Ay faqat o'zingizda. Bir zamonasidagi bir qudratli podshohlardan bittasi olim bilan yo'liqib qolib, meni haqqimga duo qilib qo'ying dedi. Olim nima dedi? Zulm qilma haloyiqqa, meni duoyimga muhtoj bo'lmaysan dedi. Chunki o'zingning duoying ijobat bo'laveradi. Har qancha duo qilmasin, haddidan oshganlarning duosini Alloh ijobat qilmaydi. Astagfirullah. Ud'u robbakum tadarruan va xufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Parvardigoringizga tazarru bilan ichingizda maxfiy iltijo qiling, zotan u haddan oshuvchi kimsalarni sevmas. Yana qaytarib aytamiz, duoingiz ijobat bo'lishi uchun taqvoda bo'ling, halol bo'ling, zulm qilmang. Birovni duo qilishi shart emas sizga, o'zingiz duoingiz ijobat bo'laveradi. Chunki Alloh o'ziga do'st tutgan bandani hech kim xor qila olmaydi. Alloh xor qilishni xohlagan bandani hech kim aziz qila olmaydi. Ma'qulmi? Alloh aziz qildimi? Har qancha unga dushmanlik qiling, har qancha tagiga suv qo'ying, oyog'iga bol turing, u aziz bo'laveradi. Chunki Alloh aziz qilib qo'ygan uni. Endi Alloh xor qilib qo'ygan bandan har qancha yo'ling, har qancha turting, uni hech kim aziz qila olmaydi. Demak, Al-Azizning ma'nolaridan bittasi
g'olib. Alloh taolo o'zining ishida g'olibdir. Ikkinchi ma'nosi. Al-Aziz, sharafli, hurmatli, martabali, e'tiborli. Har qanaqa jamiyatning ichida u musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, avval yashagan bo'lsin, hozir yashayotgan bo'lsin, farqi yo'q. Odamlarni jamoati, jamiyati bormi? Ularning ichida albatta hurmat, e'tiborli, sharafli bo'lgan insonlar bo'ladi. Mana Qur'onda ham Alloh taolo ana shu Bilqis qissasida aytadi: "Qolat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha." Sulaymon alayhisolamning maktubi keldi. Bu ayol Bilqis o'zini vazirlar bilan maslahatlashyapti. Shunda aytadiki, aniqki podshohlar qachon biron qishloqqa bostirib kelsalar, uni vayron eturlar, aholisining obro'li, e'tiborli kishilarni esa xorizor qilurlar. Aizzata ahliha. Mana Alloh taolo aytayapti, bir qavm bo'lsa, shuning ichida hurmatli kishilar bo'ladi, aziz insonlar. Birinchi ma'nosi al-azizni g'olib, ikkinchi ma'nosi hurmatli, martabali, sharafli. Al-azizning uchinchi ma'nosi kuchli, quvvatli. İz arsalna ilayhim usnayni fakazzabuhuma fa'azzazna bi thalithin. Yosin surasida Alloh taolo aytadi, bir qavmga ikkita payg'ambarni yubordi, qavm ularni qabul qilmadi. Shunda Alloh taolo ularni quvvatlashligi uchun, ularni kuchaytirishigi uchun uchinchisini yubordi. O'shanda biz ularga ikki elchini yuborganimizda, u ikkisini yolg'onchi qilishgach, uchinchi elchi bilan quvvatlantirdik. Al-azizning yana bitta ma'nosi kuchli, quvvatli. Agar falonchi odam aziz deyilsa, demak uni kuchli, quvvatli ekanligi ma'lum bo'ladi. Odamlar kuchli odamlar bilan birga bo'lishni yaxshi ko'radi. Bu insonning tabiatida bor narsa. Ammo haqiqiy kuch-quvvat egasi kim? Hamma kuchlilardan ham kuchli bo'lgan kim? Xoliqul kavn, al-aziz bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Agar biz ham kuchli bo'lishni xolasak, Allohga tavakkul qilish kerak. Allohga suyanish kerak. Agar hurmatli bo'lishni xohlasak, Allohdan qo'rqish kerak. Allohdan qo'rqing, hurmatingiz oshaveradi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Ilmli bo'lishni xohlasak, Allohdan qo'rqaylik. Chunki mana biz hozir aytgan oyatda Alloh aytayapti, taqvo qilinglar, fa yuallimukumulloh. Alloh o'rgatadi o'zi. Hamma yo'qda o'rgatadi. Pul topishni ham o'rgatadi. Oilani idora qilishni ham o'rgatadi. Farzand tarbiya qilishni ham o'rgatadi. Hamma yo'qda o'rgatadi. Faqat bitta sharti Allohdan taqvo qiling. Allohdan qo'rqing. Alloh al-aziz bo'lgan zot. Agar bir narsa aziz deyilsa, mana aytdik-ku darsimizning boshida. Bir sifat bor, bandaga nisbatan aytilsa bu ayib, Allohga nisbatan ishlatilsa bu sifat, bu fazilat. Mana mutakabbir. Agar insonni mutakabbir deb sifatlasak, bu yomon odamligi ma'lum bo'ladi. Endi Alloh taoloni mutakabbir deb sifatlasak, bu fazilat bo'ladi. Mana endi bir narsani, bir maxluqni aziz desak, u bir ma'no. Alloh taoloni aziz desak yana bir ma'no. Masalan, bir narsani aziz deylik. Qaysi narsa aziz biz uchun? Narsalar ichida. Oltin. Masalan, oltin. Bu aziz narsa, chunki nodirda kam, nodir. O'shuning uchun narxi baland. Yoki bo'lmasam, almas, brilliant. U ham aziz narsa. Nima uchun? Nodir, kamyob va qimmat o'shuning uchun. Ammo Alloh taoloni aziz deydigan bo'lsak, bu uning misli yo'q, tengi yo'q, o'xshashi yo'q degani. Alloh taoloni aziz desak, Alloh taoloni yagona degan bo'lamiz. Laysa kamithlihi shay'un. Biron narsa Allohga o'xshamaydi. Shuning uchun aytiladi: kullu ma khatara fi balika fallohu bi khilafi zalika. Allohning zot haqida xayolingga nima kelmasin, qanaqa xayol kelmasin kallangga, Alloh buni xilofida. Biz Allohning zotini qanday ekanligini tasavvur qilishimiz mumkin emas. Tasavvur qilib bo'lmaydi. Tasavvur qilib bo'lmaydi. Al-aziz
Alloh shunday zotki, har bir kimsa va har bir narsa hamma narsada unga muhtoj bo'ladi. Aziz deganda demak kamyob ekanligini, noyob ekanligini, oz ekanligini tushunamiz. Ehtiyoj katta bo'ladi bu narsaga, shu narsaga odamlar muhtoj bo'ladi. Endi Allohni aziz deganimizda yagona va hech kim va hech narsa unga tengmas va u hech narsaga nima emas, muhtoj emas. Masalan, odamlar podshohga muhtoj bo'ladi. Podshoh kerak. Chunki davlatning tinchligini ta'minlaydi, omonlikni, tartib intizomni ta'minlaydi, turmush uchun sharoitlarni paydo qilib beradi. Demak, podshoh aziz narsa. Odamlar unga muhtoj, podshoh bo'lishi kerak. Endi mana shu mamlakatda, shu podshohni boshqarib turgan mamlakatning bir sahrosining bir chekkasida yoki bir tog'ning bir chekkasida, o'rmonning bir ichida bir cho'pon tirikchilik qiladi. Unga podshoh kerak emas. Chunki o'sha qo'yini, echkisini sog'adi, go'shtini yeydi, tirikchiligi shu bilan. Podshoh ham aziz narsa, podshoh ham kerak, lekin bu darajada emas-da. Endi Alloh taolo aziz, hamma Allohga muhtoj. Bu borlig'ida nimaiki bor bo'lsa, tirikmi, o'likmi, qo'yuqmi, suyuqmi, harakatlanadimi, jomid turadimi, Alloh taolo uni qo'llashiga muhtoj bo'ladi. Har bitta tirik inson o'zini tirik bo'lib turishida, tirik jonivor tirik bo'lib turishida al-aziz bo'lgan Allohni qo'llashiga muhtoj. Chunki o'lim nima? O'lim nima? Allohning madadini to'xtatib qo'yilishi. Alloh qo'llamay qo'yadi, madadini uzib qo'yadi, inson o'ladi. Mana o'lib yotgan odamni ko'rmaysizmi? Hamma a'zolari o'rnida. Hozir gapirib, hozir harakatlanib turuvdi. O'ldi. Bironta a'zosi kamayib qoldimi? Yo'q, hamma yo'q turibdi. Nima kamayib qoldi? Allohni uni qo'llab turishi. Alloh qo'llamay qo'ydi, o'ldi. Shuning uchun jasadimizdagi hamma a'zolarimiz, ko'z bo'ladimi, yurak bo'ladimi, quloq bo'ladimi, buyrak bo'ladimi, Alloh qo'llashiga muhtoj. Agar ana shu qo'llash to'xtaydigan bo'lsa, inson vafot etadi. Mana aytdik, bir narsani aziz desak, shu narsaga ehtiyoj katta bo'ladi va qattiq bo'ladi. Zarurda suv birodarlar aziz narsa. Chunki suv hamma tirik jonivorning asosi. Havo ham nima? Aziz narsa. Havoga hamma muhtoj. Suv bilan havo aziz narsa ekan. Endi nodir bo'lsa, oz bo'lsa, kamyob bo'lsa-lar, albatta o'sha narsa aziz degani bo'lavermaydi. Qaytaraman. Oz ekan, kamyob ekan, qimmat ekan. O'shuning uchun aziz bo'lavermaydi doim. Chunki shunaqa narsalar bor, kamyob, nodir, lekin aziz emas. Nima u? Masalan, Rolex soati. Kamyob, qimmat, nodir. Azizmi? Yo'q, usiz ham kunimizda to'radi. Yana nima bor aziz narsa? Marka yig'ish. Bitta markani 1 million dollarga olibdi deydi. Ananas bor ekan, Yevropada bu shunaqa bir tur o'stirar ekan, bir donasi 3000 dollardan ekan. Buyuk Britaniyada o'sar ekan. Juda nodir sort ekan, 3000 dollar bitta ananas. Biz aytayotgan andozaga tushyapti. Kamyob, nodir, qimmat. Donasi 3000 dollar. Azizmi shu narsa biz uchun? Lekin Alloh taoloni aziz degan paytimizda birodarlar, Alloh taolo hech kim Allohga o'xshamaydi. U hech kimga muhtoj emas, hamma Alloh taologa nima? Muhtoj. Insonning sog'ligi aziz narsa birodarlar. Alloh taolo shunaqa bir boy qilib qo'ygan bir insonni, soppa-sop. Faqat puli yo'q qo'lida. O'zini eng baxtsiz odam, eng faqir odam deb biladi. Keyin shu sog'ligini sarflab 30 yil, 40 yil yurib, katta pulga ega bo'ladi. Yana 3-4 ta dard oshirib oladi. Yana topgan pulini o'sha dardni ketkazish uchun sarflab yuraveradi. Ipritom o'sha to'ralar dardidan qutula olmaydi. Birodarlar, mana shu yuzimizda turgan, shu face'da turgan ko'z, burun, og'iz, quloq.
Bilasizmi, nechta pul turadi? Ko'zingiz ko'rmay qolsa, milliardlagan dollaringiz bo'lsa ham dunyo qorong'imi? Milliardlagan dollaringiz bo'lib kar bo'lsangiz, ovozni eshitmasangiz, balomi? Og'zingiz maza bilmay qolsa, balomi? Biz ojiz bandamizda bor narsamizni ko'rmaymiz. Yo'q narsamizni ko'raveramiz. Vaholanki agar qarasangiz, yo'q narsangizdan ko'ra bor narsangiz ko'proq. To'g'rimi? Ishi yurishmayapti, tovari ketmayapti, yurting tinch turibdi, birodar. Puli ko'paymayapti, palonchidan pulini olmayapti, bemalol uxlab turyapsanmi? Qaraganda. Inson yuragi to'xtab qoladi. Bo'ldi, tamom. Miyasidagi bitta tomiri qisilib qoladi, tamom. Tildan qolishi mumkin, ko'zdan qolishi mumkin, xotirasidan ajrab qolishi mumkin, shol bo'lib qolishi mumkin. Demak, insonni mana shu sog'ligi Alloh taoloning qo'lida. Insonning kuch-quvvati, obro'yi, boyligi, hamma narsasi Alloh taoloning qo'lida. Bitta tomiringizni shunday qisib qo'yadi, hech kim emassiz. Inson tirikchilik deb boshqa yurtlarga chiqib ketadi, katta rejalari bor. Planni puxta tuzgan, har oyda qancha daromad topishini hisoblab chiqqan, rejasi aniq, bir yilda paloncha daromad topadi, hamma sabablarni qilib qo'ygan, lekin biz aytayotgandek, bir uxlaydi, turmaydi. Bir yiqiladi, miyasida biron tomir uziladi, shu bilan xotirasi ketadi, hech kim bo'lmay qoladi. Shuning uchun Alloh deyish kerak. Kuchingizga ham ishonmang, pulingizga ham ishonmang, tanish bilingizga ham ishonmang, Alloh deng. Chunki Alloh desiz, Alloh qo'llaydi. Men, o'zim, ilmim, tanishim, palonchilar deydigan bo'lsangiz, sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'yadi. Aqlli odam nima der ekan? Aqlli odam Alloh der ekan. Agar biz aziz bo'lishni xohlasak, boy bo'lishni xohlasak, kuchli bo'lishni xohlasak, al-aziz bo'lgan Alloh deylik. Alloh desangiz Alloh qo'llaydi, o'zim desangiz o'zingizga tashlab qo'yadi. Muhammad alayhisolatu vassalam sahobalari insoniyatning eng ulug', insoniyatning guli bo'lgan insonlar. Hunayn kunida musulmonlar sanog'ini katta bo'lganiga suyanib qo'yishdi. A'jabatkum kasratukum dedi Alloh Qur'onda. Hunayn kunini eslanglar. Va yawma Hunayn id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a va daqat alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Musulmonlarning sanog'i katta bo'lib ketdi. Shu kungacha musulmonlarning adadi bunchalik bo'lgan emas, qo'shinining adadi. Hatto Abu Bakr Siddiq ya Rasululloh la nughlab min qillati vardi. Mag'lubiyatga uchramaymiz ozligimiz sababli. Ya'ni mag'lub bo'lsak boshqa bir sabab bilan mag'lub bo'larmiz, lekin sanog'imiz ozligi uchun mag'lub bo'lmaymiz. Ya'ni biz ko'pmiz bugun dedi. Va ayni mana shu kuni mag'lub bo'ldi musulmonlar. Mana aytyapmiz-ku, banda Alloh desa qo'llaydi. O'zim desa, pulim desa, mansabim desa, tanishim desa, qo'shinimiz sanog'i desa, Alloh qo'llamas ekan. Garchi ular payg'ambarning sahobalari bo'lsa ham, garchi ularning ichida Muhammad alayhisalom bor bo'lsa ham, Alloh ularning mag'lub bo'lishini xohladi. Nima uchun? Nima uchun? O'zimiz deb qo'ydi. Ay, bo'ldi aka, bitkizib beraman deysiz, bir hafta deysiz. Qayoqdan bilasan? Javob, bir yil qolmay bitkizib beraman dedi. Qayoqdan bilasan? Svet o'chib qolar, qo'ling sinib qolar usta bo'lsang, bankrot bo'lib qolarsan savdogar bo'lsang, ishchilaring kelmay qolar agar prorab bo'lsang, qayoqdan bilasan? Javobni aka deydi. Desa javob deydi. 100% garantiya emas, 101% garantiya deydi. Mo'min shunaqa deydimi? Aka 100% garantiyani Alloh beradi deydi. Agar 100% garantiyani istasangiz, men uni qilib bera olmayman, men bandaman deydi. Men qo'limdan kelgan harakatni 100% qilaman deb va'da beraman. Alloh sizlarni deydi mana shu Hunayn haqida. Alloh sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Biz bugun ko'pmiz deyishgan edi musulmonlar. Ammo u, ya'ni sizlarda sanog'iylar, sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi va sizlarga